oyijonsiz keldilar, orqada o'quvchilarim o'tiribdi, kurs beryapman deb. Bola noto'g'ri massaj olingan. Men noto'g'ri massaj olingan, bola oyog'i yaxshi bo'lgan. Oyisi o'tiribdi, parafin qo'ygandan keyin meni bolam oyog'im X abrazi kuchayib ketib, bola X abrazi juda ham kuchayib ketib va bola oyog'ini orqaga qarab tarayapti. Gipermobilisi kuchayib ketib qolgan. Bunga sabab nima bo'lgan? Parafin qo'yishgan. O'zi oyog'i bo'sh bo'lgan, plus yana parafin qo'yilgan, undan battar bo'shashib, bola gipermobilisi kuchayib ketgan. Ya'ni tizzasini qatashib orqaga tarab yuryapti. Baryer yo'q, ya'ni sizda bundoq turish kerak bo'lsa, orqaga qarab tarab yuryapti. Ya'ni hurmatli massajistlar, agar malakangni oshirish kerak bo'lsa, kelib malaka oshirishni o'qib olinglar, lekin bolaning sog'lig'i bilan o'ynashmaylik. Iltimos, degan gapimdan xafa bo'lmanglar. Lekin mana oyisi massajdan keyin shunaqa bo'ldimi? Bo'ldi. O'zinglarni bolanglar bilan ham shunaqa narsa bo'lsa, boshqacha gapirasiz. Men sizlarni bilmasayotganim yo'q. To'g'ri ustoz tanlash kerak, to'g'ri narsada yo'nalinglar-da, bolaning sog'lig'i o'linmas. Bu narsa uchun ertaga javob berish bor bo'lar ekan. Qaytar dunyo baxtli bo'lish kerak. Mana hozir